Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilari hamda Husanbo'z kanali muxlislari, e'tiborlaringizga bugun biz 2025-yil 27-mart hafta kuniga payshanba biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchg'oy mahallasida Abdullajon, Asadullo, Abdulaziz ukalarimizni mollarini syomka qilgan keldik. Sizlarga narx-navolarni chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Husanbek aka, keling. Yaxshi ko'rdingizmi? Sizmisiz? Rahmat. Obunachilaringizga addish salom. Hammasiga buqalarni ham zo'r kelibdi. Yaxshi kayfiyat tilayman. Xudo xolasa aka, buqalarni zo'rlari keldi aka. Ko'raverasiz. Abdulaziz, nima gap? Charchamayapsizmi? Ha, ukam. Charchamang. El yurt xizmatidan to'xtamanglar, ukalar. Mana buqalarda bir sanab qo'yaga 1 2 3 4 5. Kachok 5-inchisi ekan-a? Mana olamiz 6-chi, shvetimiz 7-chi. Xo'p, endi shotiga ham pastdan chiqamiz, va uka? Ha, bir boshdan boshlayveramiz aka. Bir boshdan boshlayveramiz. Qani sekin bo'yni o'lchaga birinchi kachokda. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Yaqroq bor. 1 3 ekan. 1 3 ekan. Bo'ldi. Yo, men aytdi-da o'zi bu 1 5dan ko'tar, 1 misol 1 6, 1 3, xullas 1 3 ga olib beraveradi. Ha? Bo'ldi. Birdan balatda. Buqamizni mana soni yulinib qolgan ekanda-chi, ko'rimsiz bo'lib qoldi. O'zi polvon ekan. Polvon, Ro'zal akam ijodda. Charchamayapsizmi? Obunachilar bilan salomlashib qo'yay aka. Tinchmisiz? Ha, bo'ldi, kayfiyat. Shunaqa. Olsangiz olib turibsiz aka. Hay siz. Qani, mana chiqmasangiz aka. Xo'p, akalar, endi bu buqamizni narxi necha pul ekan? Asadullo, necha pul beramiz aka? Buni aka qarangdan bunday qilaydi. 12.5 dastlabga qilib beramiz. Bundish demak. Bundish emas, 12.5 qo'lda bering. 12.5 dastlabga qilib beramiz aka. 12 qancha o'tib beradi? Yo'q, 12 ga qo'shiladi. Bo'ldi ham ko'ringda aka, beriladi. Aloqaga chiqib 12 ga qo'shib bersa sotaverasiz, ha? Kelishamiz aka, telefon qilaversin. Gap yo'q, mana. Hop. Aka yurishlarni ko'rsating. Nima polvoni? Bu qacha zo'r ekanmi? Yaxshi. Qachon ekanda, yelkadora o'ngillar kattalik yo'qmi akalar? Kallasi mana yosh buzoqda akalar, yosh buzoq. Bo'laman deganni akalar. Voy, ana bo'laman deydi. Xo'sh. Jonivor. Aka, sog'ligida muammosi yo'q, uzr kelsin. 2 millionga qo'shilyapti, bu ketyapti akalar. Andijon, Namangan, Qo'qon, Beshariq ketaveradi akalar. Telefon qilaversin aka. Kelishtirib beramiz. Gap yo'q. Endi sirazo narisini metrlaveraylik. Metrlaveraymi bo'ldi. O'zi nima deysizlar? Bitta metrlaymiz, uchala to'ralasi ham bir xil. Ha, bir xil ketaveradi. Mana shu olani metrlaymiz, ha? Ketaveradi hammasi mana bir xil. O talg'ir endi ulardan biri 1 sant, yarim sant kichkina ekan, ammo ulardan polvonlik qiladi. Biri o'ngga beraverasiz, ha? Ha, biri o'nda chiqyapti aka, biri o'ngga olsin aka. Biri o'nda chiqyapti, biri o'ng bo'lsa, mana talg'irimiz biri o'ng ekanda. Mana shu turgan joyda bir yelkalarni ko'rsatib qo'ying mollarda aka. Hammasini bori. Akalar, buqalarni shu shoxlarni ko'rsatib qo'ying. Yoshligi o'zi bilinib shoxida. Hammasini bori. Buqalar akalar, yosh. Mana umuman shoxlari ham emas, mana oqimiz ham osh polvon. Qani, chiqaraverdik. Akalar, beyda nima bu? Tigir kelib qolibdi-yu, Asadullo. Ha, aka, u boshqacha u. Ajoyibidan gibrid bu qo'ygan-a? Aha. Mana, akalar, qirg'iz Novvoskaya gibrid ekanda, oq tumshuq. Narxini sen отдельно gaplashamiz-a sen bilan. Akalar, ozgina kutib turasizlar, sabr qilib. Bu narxni kelishib olaylik. Voy jonivor. Ola qorasidan akalar mana rossiyskiy parvolar deymiz-ku, o'zimizning mesniy mollar. Oldi qochdi gap yo'q. Nech pulki? Aka, bularda mana qarangda, shu. Bunisi o'sha talg'irdan tashqari buni qora oq uchovini bitta qo'yamiz narxini. Mollar bir ko'rsatib qo'yamiz deyapsiz-ku. Men bitta mol olaman desam ola olmaymanmi shuni? Yo'q, olaveradi nimaga? Bir xil qilib beraverasizmi? Bo'ldi, ha, bir xil aka. Bo'ldi, gap yo'q. Bularda 15 milliondan aka jinna xayri bor. Ha, 15 milliondan xayri bor, ha. Ha, uchtasini-da. 14 dan berasizmi? Yo'q, 14 dan qo'shiladi aka. Ha, beraman. Qochirib ketgan yo'qda aka. Bozor bo'lsa ekan 17 16 deyiladi. To'g'risida. Mollarni ko'rsating yaxshilab aka. Yosh narsa hammasi.
Bo'ladigan. Yo'q, Oqilani ko'rsating, bir bo'ladigan. ataligi ko'tibig'iz yo'q buning ichida aka. Ko'tibig'iz yo'q. Ko'tibig'iz mol olasizmi? Yo'q aka, unaqa mol olmayman aka. To'g'ri, buni olish sotishi bor aka. Olish sotishi bor, to'g'ri. Bo'ldi, buni akroraga kelmasa, narxi bir xil ekan, bular tez-tez ko'rsatak demasa, o'sha narxini eshitib bo'ldi-da, xalq. Shu. Xalq narxini eshitib bo'ldi. Endi molni tez-tez ko'rsa bo'ldi. Qani, Qoravoy. Mana shu uchalasini narxida endi, ha? Mana shu uchalasi. Talg'a, mana yo'lbars bundan mustasno. Ha, u boshqacha u. Boshqa narx, ha? Ha. O'shani aytib qo'yish kerak-da, Xo'sh. Bo'ldi, men so'ramadim o'shandan ham o'tib berdim. Ha, orada quyuq suv qo'raveramiz aka. Ha, molni ko'rsating aka. Akalar, Biri 10 plus chiqyapti aka. 15 emas lekin, biri 10 dan oshiq chiqyapti. biri uni oshib chiqyapti. Ma'qul akalar. Aka. Asadulloga aloqaga chiqyapsizlar. Yo'q aka, 15 dan oqtimchoq. o'tib beryapsa, 15 dan xayri bor uchun. Ko'p bas lekin. 14,5 ga bo'ladimi? Ko'p bas lekin 15 dan jinda tashlab beraman aka. 14,5 dan bo'ladimi? Kelishamiz aka. Telefon qilsin aka. Aloqaga chiqorsin, ha? Aha. Molni bir yelkasini olib bering aka shuni. Orqa tarafda shunday aka yelkasini. Shuni ko'rsating mana. Mana akalar. Birorta muammosi yo'q mollardagi, hammasi soppa-sog'lam. Yaxshi, zo'r. Shoxlarni ko'rsatib qo'ying aka mana, aka. Kichkina, yosh mollar aka. Bo'ladigan-da. Akalar, u yosh o'spirim buqa. Mana eski shox emas. Yoshlikka yosh akalar. Tuyoqlari ham o'skitmagan aka. Hali siraz yemlayman deydiganlarga bo'lmaydi bu, ochig'i. Tuyoqni ham ko'rsatib qo'ying, tuyoqlari ham o'skitmagan aka. To'g'risida. Akalar, bularda sekin bir 5-6 ay yetalari, baqaslarda, keyin yemlaydan bo'lganda Xudo xolasa aka, zo'r. Tonna buqa bo'ladi-da, bular tonnalar akalar. Ay, joni Alloh. Qani? Oy, jonivor o'zingni bos. Bunisi aka, biri 15 ham chiqadi aka. Oyoq qo'li yomon uzunmi, shu molda? Bo'yniga qarang. Bular hammasi qarang, oq tumshug'i. Bular chatishda gibrid aka. O'sha gibridda. Kallalarni qarang buni. Ungani yomon katta ekan, ha? Bu rasal o'zgaraydigan payti kelibdi-da, suyaklari yeyildi. Mana yelkalari ham oshim zo'r bo'yaq. O'shalar narxida ham bu ham shu. Bu ham 15 ga jinda xayr qilib beraman. Aka, o'zini cho'p bilan turibdi. Qo'shib berib yuborasan. Qo'shadi aka, lekin 14 ga qo'shadi. Berib yuborar ekan o'sha narx. Mana. Akalar, aloqaga tushyapsizlar, buqani zo'rida akalar, mana. Tani toza akalar. Birinchi bo'yin soladi-da aka. Yo'qlar ko'ryapsizlar. Yelka ham chiqyapti buni o'zi. Orqalarini ham ko'rsatib qo'ying aka mana. Yelkalar chiqib qoldi. Tula bo'libdi-da o'sha. Yeyishida muammo yo'q, quruq somonni o'zini yeyapti aka. Bizda silos yo'q-da aka. Ha. Somonni o'zini shuni shapillatib yevoryapti. Ozgina yem berib turmaysizmi? Endi egasi xursand bo'lib qoladi. Aka, yem yegan o'zi menimcha. Jinda yem yeb turgan bular aka. Shuncha yeb tulagan, nimalar tulagan. Ko'ryapsizlarmi, jonivor? Gichin. Hay jonivor. Mol yem yemasa tulanmaydi-yu, So'mbay aka. Mollar jinda yeb turgan emas. Akalar. Bo'ldi, ko'ramiz endi. Sekin. Oho, tigirni ko'raychi, tigirni. Asadullo uchalasini narxini eslatib qo'ying bir. Mana shu uchalasini aka 15 milliondan xayri bor. Ko'p bas, jinda. Bunisi 1,5 ga qo'shqinga beraverasiz. Aha, mana bunisini 12,5 ga xayri bor. Ha, bo'ldi. Gap yo'q, 12,5 ga xayri bor ekan. Qani yo'lbars. Super bor, super aka. Mana molda katta ko'rsatib qo'ying. Buqa aka, mana ko'ryapsizmi? Karobkani kattaligini ko'ringlar. Buqa nima deyapti akalar? Qani, chiqaver. Tuyoqlarni ko'rsating aka. Birinchi aka. Stakanni qarang. Bu Asadullo mesnimi bu? Aka, buni egasi o'sh, Lashkolam dehqondan oldim aka. Aha. 4 oyligida dedi Qirg'izistondan o'tgan bu dedi. Ha. 10 tacha olganman dedi. Sotib shu bitta qoldi dedi. Qirg'izistondan o'tgan buqalardan olgan ekan, egasi. Qirg'izistondan o'tgan dedi. Menga shuni dedi egasi. Siz ya men realni bu Men dehqondan oldim aka. To'g'ri qila olmaymiz, to'g'rimi? Lekin shunaqa dedi. Molni bir ko'rsatma tumshug'ini ko'rsatdim mana o'zi aka. Gapiradi bu qomana. Akalar, xalq bildi o'sha deydi-yu mana akalar, nima deyapti? Jonivor. Mol limuzinga gibrid chekib bor, juda uzun bu. Akalar nima deyapti? Ukam buni ko'p maqtagan bilan bunisi bo'lmaydi. Mol zo'r.
Maqtash hojati yo'q. Mhm. Narxini gap. Narxi aka 18 million. 18 million? Aha. So'rasa bo'ladimi? So'raysiz. 16 million so'm beradi. Yo'q. Yo'q. Bo'ladimi? Qara, yaptırırsan yurtda qarangda Husan aka. Kulvardi Yo'q, bu. qarangda yurtdan eti. Imini mana shu aka menga 22 million baho aytgan. Egasi ya? Egasi. 22 million degan aka. To'g'risida. Menga ochmasan to'g'ri. 30 million ham duradi. Hali dehqonda endi u. Ha, moldan ko'zini uzolmay. Siz narxi 22 bilgancha million 18 million. Ha, 18 million xayri bor aka. Ko'pbas lekin aka. Ko'pbas. 16,5 ga berasizmi? 17 ga qancha xayr qilib beradi? Yo'q, 18 da xayri bor aka. 17 dan beri. 17 ga berasizmi? Yo'q aka. Qarangda 17,5 ga beraman. Obunachilaringiz telefon qilaversin. Telefon bilan o'tib berasa, bo'ldi aka. Qarangda limuzinga gibridda aka bu. Buni tushungan biladi aka. Yo'q, bilgan bilib. Va xalq o'zi bildi. Kerak yo'q uni ortiqcha bu deyishim oldi. Bu gapiryapti o'zi jonivor. O'zi asli aka bu sotiladigan mol emas. Sharoit zo'r bo'lsa aka uzr kelsa sotmayman aka. Bizda bilasiz o'zi 7-8 ta molga pul bor, shuni aylantiramiz aka. Lekin zo'r bo'lsa bor sharoit. Sotilmaydi aka bu mol. 100% garantiya aka. Tangir gap. Akalar aloqaga chiqyapsizlar. Asadulloh tilidan aylandi. Akalar. Ya vali bo'lib o'tkazib beraman aka. Viloyati Uchko'prik tumani Puchqoy mahallasida akalar. O'zim manzilda aytyapmanmi, demak mol arzon. Yaxshi mol, arzon mol syomkaga tushganda men darrov manzilda aytib boraman-da. Aka molni bir yonboshdan ko'rsating, ko'tib balandligini bir ko'rib olsin aka. Yaxshi qilib aka mana. Mana. Molni ko'rindi. Zavodskiy to'qol. Kuydirilmagan aka. Yo'q, xohlasa tonna bo'ladi aka bu, tonna. Yo'q, zo'r gap yo'q. Bir yil baxsin aka. Zo'r gap yo'q. Aloqaga chiqyapsizlar, buqani Asadulloh beryapti sizlarga. Molxonaga kirib aka buni silab, tarab maza qiladi aka buni. Zo'r. Tushungan oladi aka buni. Ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Aloqaga chiqyapsizlar, buqani kelishasizlar, Asadulloh borib beraveradi akalar. Bo'yini qani bitta o'lchaverek shuni. Shuncha gapirganda biri shu 1.10 gapiryapti-da bu. Mana akalar 1.10. 1.10 ekan bu. Voy jonivor. Zo'r ekan ammo menga ma'qul akalar. Yoshi ham yoshda. Stoyka baquvvat ekan akalar, to'sin deyilmaydi ukam. To'sin mana. Stoyka deyiladi bu. Stoykasi baquvvat mol akalar, vesti ko'taradi. Demak, bu mol katta bo'ladi. So'ng bu 3 tasini bor 15 dan xayr qilib beraman dedim-a? Aha. Buni 12,5 dan. Aha. Uni 17,5 ga to'xtatdikmi? Aha. Pul suv hammasi 15 dan tushyapti. Aha. 5 dan oldim desin, 15 dan o'tib beraman 5 dan. Shuna bo'lyapti mana hozir. 17,5 ga uni 12,5. 30 bo'ladimi? Mana 17,5. Ha, chekkada. Vaqtag'ini mana kichinaga olyapsiz-da. 30 bo'lyapti ikkalasi. To'g'rimi? Bu 15 dan bo'lyapti. Xullas 15 tanga Ha, telefon qilib 5 dan yurlamang, olib kelib ber desin aka. 15 dan xayrini qilib beraman. Xayrini qilib beraman. Telefon qilsin aka, bo'ldi aka. Bor aka, akalar mana 5 tasi birda ketdi. Agar birortasini qarangda, birorta tangada temiratkisini topib olsam, mol shuni bekor berib kelaman aka. Birorta muammosi yo'q aka, mollarda. Yo'q, zo'r sog'lom. Endi akalar menda kattalariga o'tyapmiz endi sekin. Kattalarni videoni uzmagan holatda qani bir kattalar bo'yini o'lchakchi. Qaysi birini aka? Narigisini bo'lsin? Olanimi? Sraz shvedda ham o'lchab qo'yamiz. 1.22 akalar, 1.20. 1.20 ga qarab ketyapti aka. 1.18 mi? 1.20 ga boryapti. Ha, 1.20 ga boryapti. Hop, 1.20 deylik. Qani buni ham sraz o'lchab qo'yaverak, o'g'ri bo'lganda. Qani, chu. Bu nima deydi ekan? Bu 1.15 plusman deymizmi? Bir 14 chiqyapti. 1.14 ekan. 1.20 ga 1.14 akalar. Qani yechimchiga olib pakkini. Olan yechaver ya. Orqasi belat ekan uni ha. Akalar mana orqani ko'ryapsiz. Ko'ti past mol basta bu, ko'ti belat mol ekan. O'sha yerda. Aka. Aka, rossiyskiy paroda aloqalarni ovoz. Albatta bu Rossiyadan kelgan demaymiz. O'zbekiston o'sha Esirpetda, o'sha rossiyskiy aloqalar deymiz, o'shanaqa mesni buqalarmi? Xo'sh. Hali jaydarim olmasda, jaydarim shu rossiyskiy aloqalar mollar, paroda mollardan akalar, o'zimiz mesni parodalardan akalar. Ukam nech pul? Buni aka 18,5.
Kami ham bor. 18 milyon 500 ming so'm kami bor. Kim qo'l beraman? 17 milyon 500 ming so'm beraman. Aka, yo'q. Xotirjam. Yo'q aka, qo'shiladi aka. Qancha qo'shiladi? 18 ga qo'shadi, ketaveradi. 18 dan yo'li bormi? Yo'q, 18 ga shunda qo'shadi aka, ha. Bo'ldi. Gap yo'q. 18 Moldan ga ko'ryapsiz. qo'shar ekan, berar ekan. Sraz yemlaveradi aka, borib. Yemga tayyor. Mana 18 dan o'tib bering dedim. Nima qilasizlar? O'tib berdi. Aka, endi biz yetgan bo'lmagan, to'g'risida. Asadlar yetgani bo'lmaydi, hech qachon. Sizlarda yetganlar bo'ladi. Telefon qilasizlar, ma'qul kelgan narx savdolashib olaverasizlar akalar. Bo'ldi Asadullah. Charchatvorda aylanaver. Ha. Bir şeyda turmadi bu mol. Mana akalar shved buqamiz. O'zbekiston shvedimi bu? Aka, endi shetdiki. Shetdiki, Qirg'izistonnikida da'vo qilmaymiz. Shetdiki aka. O'zimizning местный shved buqalarda akalar mana. O'sha Qirg'izistondan o'tgan mollar tuqqan endi buni. Qirg'izistondan o'tgan. Pasporti o'zbek. Pasporti o'zbek. Pasporti o'zbek bulardi. Inasi qirg'izdir, otasi qirg'izdir, ha? Ha, metisda metis. Metis akalar O'zbekistonda tug'ilgan shved buqamiz akalar. Biri qanchaga chiqdi? 1.14. 1.14, ha? 1.14. 1.14. Narxi nech bu? Narxi 16,5. Kami ham bor. Qo'ymasdan 15 milyon 500 ming so'm beramiz. Aka, buni 16 ga qo'yaveramiz aka. Telefon qilib ham beraverasizmi? Telefon qilsin aka. Bor akalar. Telefon qilsalar mana 16 dan hayr qilib berar aka. Aka, mol yeb ishlari o'ta zo'r aka. Yeb ichishiga Ha, javob uyimda berasiz. aka sinovdan o'tdi hammasi aka. Joniga javob bermaysiz. Aka, jonim o'zimga javob berolmayman aka. Garanti yo'q, molni qana joniga javob berasiz. Yeb ichishiga javob. Aka, xudo xolasa yeb ishi zo'r aka, sinovdan o'tdi. Olib borib aka bir hafta sinov olaveradi aka. Gap yo'q. Akalar bu qol ma'qul, men iloji boricha ko'ryapsizlar. Molda aylanib yurib hamma yo'g'ini ko'rsatyapman. Nuqsoni bo'lsa ko'rinadi-da. Aka, birortasini nimasi yo'q, muammosi yo'q. Bo'ldi, Ha, gap. sog'lom mollar. Akalar, adresimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqoq qishlog'ida Asadullo ukamizni Abdulazizxon ratishkalarida mollarni ko'rsatdik. Aloqaga chiqaverasizlar. Aloqa uchun telefon nomerimiz 91lik. Aha. 739 Aha. 94 94. Aha, kengisi. Xo'sh, keyin 94lik. Aha. 794 0094. Akalar, aloqaga chiqyapsizlar. Buqalar vodiy bo'ylab dastavkasi bilan nuqta orqani ichida. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xizmatlaringizda Asadullo va Husanboy bo'ldi. Sog' salomat bo'lasizlar.